najot berdi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Quraysh quvib chiqdi Makkadan. Rasululloh Savr g'orida o'zini hamrohi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bilan o'tiribdi-da, mana shunday holatda quvg'inda qochib g'orda o'tirgan bo'lsa ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eng baxtli inson edi. Chunki u zotning qalbiga Alloh taolo sakinatni, xotirjamlikni bergan edi. Mo'min odam dunyoda huzur halovatdan bexabar, u dunyoda bir go'zallardan mahrum deyotganlar juda ham katta xato yo'l qo'yishadi. Agar bir odam dunyosi keng bo'lsa, mansabi katta bo'lsa, ammo Allohni tanimagan bo'lsa, agar Alloh subhanahu va taolo tanimagan bo'lsa, bu eng baxtsiz, badbaxt inson. Insonning qalbida bir bo'shliq bo'ladi, uni na pul, na mansab, na boshqa narsa to'ldiradi. Dunyoning hamma go'zalligi uni qo'lida bo'lsa ham, uni qalbi taskin topmaydi. Nima uchun?